VIP xizmatingizni summali chegarasi qanchaga o'zi? Men qildirganlarimning ichida odam soniga bir kishi uchun $5000 qildirganmiz. Bu yerdan ketish shu biznes klassga ketiladi va u yerda avtomobillarimiz James avtomobillar kutib oladi. Madinada 7 kun turishgan, Makkada 3 kun turishgan. Va Madinada o'sha eng qimmat hotellardan biri bo'lmish shu Pullman Zamzamda turishgan. O'sha O'zbekistonda hojilarimiz ham ko'p turadi. O yerda shu 3 mahal shvedskiy stol qilib berganmiz va Madinada barcha ziyoratgohlarga olib borganmiz. Ya'ni bizda hojilar asosan 3 ta, 4 ta, 5 ta ko'pi bilan ziyoratgohga borsa, biz kamida 10 ta ziyoratgohga borganmiz. Va ularga servis xizmati ham Madinada juda kuchli. Makkani aytadigan bo'lsak, Makkada ham xuddi shunday. Makkada ularni biz Swiss oteliga joylab berganmiz. Shu Ka'baga qaratilgan xonada bitta xonamiz shu 2 kishilikdan bo'ladi. Oila uchun qilib berganmiz. Va Makkada ham servis xizmati juda kuchli. Uni ichida eng qizig'i nima bor desangiz, Jidda sayohati bor. Bir kun o'sha Jidda sayohati Jiddada bo'lishadi. Jiddani barcha eng mashhur joylarga olib boriladi. Va undan tashqari Toifga sayohat bo'ladi va Toif ham eng mashhur va ziyoratgoh joylarga olib borib, o'zimiz maxsus 50 bosh va gid xizmatlarimiz ularga borib batafsil ma'lumotlarni berishadi. Afzalli tomonlardan biri o'zingizga juda komfortli his qilasiz. Ya'ni o'zingiz maza qilib, ko'ngildagidek umra qilasiz. Makka va Madina haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, obuna bo'ling. Har 10 mingtada bitta tekin umra ziyoratini beramiz.